Bunaqa bolaga turmushga chiqishni zapret deb yozib qo'ying. Xonangizga katta qilib. Mamsik bola onasini tegidan chiqmaydi. Ayolini borib onasiga yomonlaydi. Ikkalasini bir-biri bilan chatishtirib, taqqoslab tashab, butun oilasini barbod qilib yuboradi. Uylanmasligi kerak, bo'yda o'tish kerak bunaqa bola. Nimaga? Uylanadigan bo'lsa, 20 yil, 25 yil bitta qizni katta qilib topshirishyapti-da, bu yoqdagi qizni hayotini barbod qilib tashlashyapti. Nima kerak undan ko'ra o'zi o'tib ketgan yaxshi emasmi? Bunaqa bolaga turmushga chiqishni zapret deb yozib qo'ying. Xonangizga katta qilib. Mamsik bola onasini tegidan chiqmaydi. Ayolini borib onasiga yomonlaydi. Ikkalasini bir-biri bilan chatishtirib, taqqoslab tashab, butun oilasini barbod qilib yuboradi. Uylanmasligi kerak, bo'yda o'tish kerak bunaqa bola. Nimaga? Uylanadigan bo'lsa, 20 yil, 25 yil bitta qizni katta qilib topshirishyapti-da, bu yoqdagi qizni hayotini barbod qilib tashlashyapti. Nima kerak undan ko'ra o'zi o'tib ketgan yaxshi emasmi?